Платформа «Инсон учен» станет не только мостом между теми, которые хочет помочь, и тем, которые нуждаются в помощи, но и станет, конечно, символом надежды и солидарности. İnson uchun loyihasi doirasida shu yilning o'zida 70 dan ortiq og'ir kasallikka chalingan bolalarni davolash uchun 3 milliard so'm yordam berdi. Inson uchun loyihasi doirasida 1 yil mobaynida 277 nafar bolalarni davolash uchun xayriya yig'imlari tashkil etildi. Natijada bugungi kunda 241 nafar bolajonlarimiz to'liq sog'ayib ketdi. 27 nafari esa hozirda jarrohlik amaliyotidan keyingi reabilitatsiya jarayonida. Buning uchun 280 ming nafar qalbida mehr va iymoni bor yurtdoshlarimiz jami 9 milliard 700 million so'm xayriya qildilar. Ona jamoat fondi bu onalarga va ularning voyaga yetmagan farzandlarga yordam beradigan fond. Ona fondi bir nechta dastur bo'yicha ishlaydi. Ulardan bittasi salomatlik dasturi. Dasturning ichiga O'zbekistonda va O'zbekistondan tashqari chet elda davolanish va operatsiyalar mablag'larini to'lab berish kiradi. Balkim 4 yildan beri bizlar shu dasturlar bo'yicha ishlaymiz. Inson uchun platformasini bizlarga eng ma'qul keladigan joyi bu oilalarni batafsil tekshirib berishi, ularni moddiy tarafini. Chunki juda ham ko'p shu narsaga bizlar duch kelamizki, oilalar o'zini imkoniyati bo'la turib tashqaridan odamlardan pul yig'ishga harakat qilib, birovning hisobiga farzandlarini davolashga harakat qilishadi. Shu uchun bizlarga Inson uchun platformasi juda ham katta yordam beradi. Hamda fondimizning ichki resurslarimizga to'g'ri kelmasa, bizlar Inson uchun platformasiga murojaat qilamiz va juda ham katta keyslarni Inson uchun platformasiga qo'yamiz. Bu mana birinchi keysimiz bu Zamirani keysi, onasi Dinara, keyin Marjonbekani keysi 1 milliarddan juda ham qisqa vaqtda 1 milliarddan oshiq mablag' yig'ildi. Bu juda ham katta yutug'imiz bo'lsa kerak, chunki yana bitta qizaloqni davolanishiga, yashashiga umid beradigan narsa. 1 yil davomida 3 milliardga yaqin pul yig'ildi. 7 ta voyaga yetmagan bola bo'lganiga qaramasdan 3 milliardga yaqin pul yig'ilgani bu nimadan dalolat beradiki, bu juda ham murakkab davolanish va operatsiyalarga yig'ilgan pullari. Masalan, Marjonbekani keysini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ilik ko'chirish operatsiyasi 1 milliard 400 mingga yaqin mablag' yig'ilgan. Bu juda ham murakkab operatsiya ham yig'iladigan puli ham mablag'i ham juda ham katta. Xayriya qilgan insonlarga hammasiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Umid ulashish hammamizning burchimizdir. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Men Mehrli qo'llar xayriya tashkiloti rahbari bo'laman. Ismim Bahrom Alimov. Bizning xayriya tashkilotimiz 2017-yildan beri o'z faoliyatini amalga oshiradi. Faoliyatimizning asosiy maqsadi tug'ma nogiron bo'lgan bolajonlarga va yuragida tug'ma nuqsoni bo'lgan bolalarga yordam berish. Bu kasallik xalq tilida parok sercha deb aytiladi. O'zbekistonda o'rtacha 1 yilda 6 mingdan 7 minggacha bo'lgan bolalar shu kasallik bilan tug'iladi. Har bitta operatsiyani o'rtacha xarajati 20 milliondan 50 milliongacha. Bundan ro'parasi 1 yil avval Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan taklif kelib tushdi hamkorlikni ishlash bo'yicha. Biz bu hamkorlikni qabul qildik. Natijada Inson uchun platformasi yaratildi. Bu platformani asosiy maqsadi O'zbekistonda faoliyat olib boruvchi har bitta xayriya tashkilotlarini bir joyga jamlash va har bitta xayriya tashkilotiga kelib tushayotgan bemorlardan kelib tushayotgan murojaatlarni chuqur o'rganib, ma'lumotlarni to'liq qilib, o'sha Inson uchun platformasiga joylash. Mana ro'parasi 1 yil avval boshlangan bu xayriya ishimizni natijada 1 yil davomida 6 milliarddan oshiqroq mablag' yig'ildi va 300 taga yaqin bolajonlarni operatsiyasiga yordam berildi. Bu degani juda qisqa muddat ichida juda ko'p sonli bolajonlarning hayoti saqlab qolindi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana natijalarni aytib o'tdik. Ko'pchilikka oson. Agar hammamiz birdan bo'lsak, birgalikda harakat qilsak, hali yana bundan da ko'proq bolajonlarning hayotini saqlab qolishda
sababchi bo'lgan bo'lamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Man Ibragimov Nodir Shabaterovich, Sampi больницасida kardioxirurgiya bo'limi rahbariman. Bizning bo'limimizda 25 ta koyka bor, 2 ta operatsionnniy, 6 ta reanimatsiya koykamiz bor. Bir yilda 700 ga yaqin tug'ma yurak nuqsoni bilan og'irlangan bolalarni operatsiya qilamiz. Bir kunlik boladan 18 yoshgacha bolalarni tug'ma yurak nuqsoni, og'ir tug'ma yurak nuqsonlari bilan operatsiya muolajalarini o'tkazamiz. Ijtimoiy himoya agentligi Mehrli qo'llar fondi Klik kompaniyasi bilan birgalikda kardioxirurgiya bo'limimizni 2024-yilda ijtimoiy himoya agentligi bilan hamkorlikda 230 dan oshiq bolani operatsiya qildik. Og'ir tug'ma yurak nuqsonlari bilan bizga murojaat qilishadi. Sharoiti og'ir, bolalarning tug'ma yurak nuqsonlari og'ir, asorati og'ir bolalar. Bolalarimizga operatsiyasiga ketadigan jihozlar uchun pul yig'iladi. Shu bo'limda shu bolalarni bepul operatsiya qilamiz. Juda ham og'ir bolalar murojaat qilishadi. Hamma viloyatdan, Vodiy, Andijon, Qo'qon, hamma O'zbekistonning barcha viloyatlari bilan birgalikda hamkorlikda ishlaymiz. Barcha viloyatlardan kelgan kam ta'minlangan oiladagi bolalarga yordam berishda davom etyapmiz. Fursatdan foydalangan holda butun kardioxirurgiya jamoamiz nomidan Inson uchun platformasiga, Klik kompaniyasi, ijtimoiy himoya agentligi, Mehrli qo'llar fondiga, shu bolalarga yordam berayotgan xalqimizga har biriga kattakon rahmat deymiz. Odamlarga yordam berishdan charchamaylik. Har bitta sog'lom hayotga qaytargan farzandlarimizni kelajakda shu mustaqil yurtimizni yetuk insonlari bo'lib yetishiga harakat qilishadi. Bundan keyin ham shu Inson uchun platformasida tug'ma yurak nuqsonlariga muhtoj bo'lgan, operatsiyaga muhtoj bo'lgan bolalarga yordam berishda davom ettiraylik. Kattakon rahmat shu yordamligi tufayli Klik ilovasi, Inson uchun platformasi Mehrli qo'llar fondiga, Inson uchun platformasiga oilam nomidan, o'zim nomimdan katta rahmat, minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Inson uchun platformasiga oilam nomidan, o'zim nomimdan, qarindoshlar nomidan kattakon rahmat aytaman. Inson uchun platformasiga, butun xalqimga kattakon rahmat deyman. Sog' bo'lsin.